Shahrimizning eng iqtidorli yoshlarimiz tahsil oluvchi madaniyat maktabimizda so'z mulkining sultoni Alisher Navoiyning 585 yilligi keng ko'lamli nishonlanmoqda. Bugungi bo'lib o'tgan tadbirda yoshlarimizni iqtidorini namoyon qilib va shu bilan birgalikda ularga ma'naviy bilimlar, o'zlariga kerakli bo'lgan ma'lumotlarni olishdi. Shu bilan bir qatorda tadbir ssenariysi, dasturi shu qadar chiroyli taqdim etildiki, o'zini go'zalligi bilan, o'zini sahna ko'rinishlari bilan, o'zini noyobligi bilan alohida ajralib o'tdi. Sahna ko'rinishlarida yoshlarimizni o'zlari iqtidorlari va shu bilan birgalikda buyuk bobomizni ijodlaridan namunalar, asarlar o'qib berildi. Alohida e'tiborga molik tarafi shundaki, hozirgi kunda yoshlarimiz shiddat bilan o'tayotgan davrda o'zlariga o'z milliy tariximiz haqidagi olgan tushunchalari, bilimlari, shu bilan birgalikda bugungi sahna ko'rinishlari orqali berilgan ma'lumotlari ularni ongi yanada o'sishi, tafakkurlari yanada kengayishiga xizmat qilib keladi. Oliy Majlisga va O'zbekiston xalqiga murojaat qilganlarida shu murojaatnomani ichida Hazrati Navoiyning bu yil 2026-yilda 585 yilligini juda katta tantanalar bilan nishonlashimiz haqida gapirib o'tgan edilar. Haqiqatdan mana shu tantanalar boshlandi. Bugun Yangiyo'l shahrida bu tantanani juda katta bir quvonch bilan yoshlar ishtirokida, nuroniylar ishtirokida, maktab, mahalla, tashkilotlar ishtirokida va yana bir diqqatga sazovor tomoniki, bizni chegaradosh bo'lgan qo'shnilarimiz, qardoshlarimiz Tojikiston Respublikasidan kelgan, Qozog'iston Respublikasidan kelgan adiblar, san'atkorlar birgalikda nishonlaganimiz juda katta ko'tarinki ruh bilan bu boshlandi. Men o'ylaymanki, yoshlarimiz bu tadbirdan juda katta ma'no, maqsad, bir o'zlariga bir maktab oldi. Nihoyatda sahna ko'rinishlari yoshlar tomonidan ijro etilganligi, Navoiyning qahramonlari Xamsa dastonidan parchalar ko'rsatilganligi va ayniqsa Yangiyo'l shahridagi maktablarda va mana shu maktabda ixtisoslangan madaniyat maktabida ta'lim olgan yoshlarni Navoiy g'azallaridan juda chuqur bir mazmun bilan kuylayotganligi, Navoiyning she'rlarini, g'azallarini aytayotganligi, aynan bu yoshlar tomonidan ijro etilayotganligi meni juda ham mamnun etdi. Tadbir do'stlik bir taronalari bilan to'lib ketdi. Mana Tojikistondan kelgan san'atkorlar ham katta hurmat bilan bizni allomamizni, donishmandlar donishmandini, avliyolar avliyosi, shoirlarning sultoni bo'lgan Hazrati Navoiyning g'azallaridan o'z tillarida va o'zbek tillarida ijro etgani ham yana ham do'stlik shukuhini berdi tadbirga. Men o'ylaymanki, bu tadbirlar davom etadi, abadiy davom etadi. 585 yillik Hazratimning yubileylari har bir xonadonga, har bir mahallaga, har bir o'quv yurtiga kirib boradi. Buni juda katta bayram qilishga biz haqlimiz. Chunki Navoiyning vorislari bo'lish, Navoiy xazinasining davomchilari bo'lish o'zbek xalqiga muborak bo'lsin va Hazrati Navoiyni ulug'lab dunyoning sonsiz mamlakatlarida haykallar o'rnatilganligi, dunyoning barcha mamlakatlarida ilm ahli Navoiy ijodidan ilm qilayotganligi, Navoiyni o'rganayotganligi bu Navoiy dahosining so'nmas quyosh ekanligidan dalolat beradi. Bayramlar muborak bo'lsin. Bu tantanalar, ya'ni Navoiy xotirasiga bag'ishlangan, Navoiy ijodiga bag'ishlangan to'yi tantanalar respublikamiz bo'ylab davom etadi.